Assalomu alaykum. Hozir lavlagidan ajoyib salat tayyorlaymiz. Hozir lavlagilarni yuvib, qaynatishga qo'yaman. Mana lavlagilarni qaynatib ham oldim. Endi buni tyorkadan o'tkazib olamiz. Tyorkani katta tomonidan o'tkazib olamiz. Endi bunga men tyorkadan o'tkazib oldim. Endi bunga bitta dona chesnok bilan ozgina mayonez, ozgina tuz, ozgina shakar qo'shsak, salatimiz tayyor. Juda ham mazali bo'ladi. Mana chesnokni tyorkadan o'tkazib oldim. Mana mayonezni ham solib oldim. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Mana salatimiz tayyor. Mana yodimdan ko'tarilib qolganim yong'oq qo'shish yodimdan ko'tarilibdi. Agar sizlar yong'oq qo'shib yuborsanglar, juda ham mazali, juda ham shirin salat tayyor bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha salatimiz tayyor. Yong'oq qo'shish yodingizdan ko'tarilmasin.